Bu nima? O'rtoqlar, ikki xil qo'rquv bor. Normal qo'rquv. Hayotingiz uchun real xavf, xatar bo'lganda normal jonni saqlash instinkti asosida ishga tushadigan sizni javob reaksiyangiz tashqariga. Bu normal qo'rquv. Ikkinchisi nevrotik qo'rquv. Yo'q, ayni paytda hayotingiz uchun real xavf bo'lmagani holatida sizga bo'ladigan qo'rquv. Bu normal qo'rquv. Aytish mumkin. Ayni paytda hayotga xavf bo'lmagan qanaqadir xabar eshitganda ham, yo'q ekonomik krizislarda ham yo'q, bu ham normal qo'rquv hisoblanadi. Ana endi anormali esa boyaga aytganimdek nevrotik qo'rquv. Yo'q joydan bo'lmagan narsalar haqida qo'rqish albatta. Psixologga qaysi biri kelishi kerak? Qachonki parashyutdan sakra olmasa, tog'iga alpinistlik qila olmasa, keladimi psixologga? Yo'q, kelishi shart emas. U shunchaki o'zini kuchaytirib, qanaqadir jasorat bo'lishini istar. Unda kelmaydi. Qachon keladi? Qachonki yo'q narsalardan bo'lgan nevrotik qo'rquvlar bo'layotgan bo'lsa va bu uni hayotiga, faoliyatiga ta'sir qilayotgan bo'lsa, ana shunaqangi holatlardagina kelinadi. Ana endi jasoratga keladigan bo'lsak, yo'q joydan kerak bo'ladigan, qo'rqoq degan narsa ko'pincha jasorat emas, qo'rqoq degan narsa esa bu baho berish o'rtoqlar. Buni psixologiyaga aloqasi yo'q deganlar, bu boshqalarni baho berish va qo'rqoq degan baho berishga qarshi yolg'ondan bo'ladigan qo'rqmaslik belgisi o'rtoqlar. Har bir sog'lom insonda qo'rquv bo'ladi va bu normal. Hammada qo'rquv bor. Faqat uni namoyon bo'lishi sog'lom, nosog'lomligida farq bordir. Demak, davom etamiz. Qo'rquvlarni har bittasini bitta-bitta punkt tushuntirishga harakat qilaman. Keyingi videolarimda kuzatib qoling. Salomat bo'ling.